Shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek shou biznes olamidagi eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov san'atkorlarga solinishi kutilayotgan daromad solig'i haqida gapirib, hamma soliq to'lashini aytdi. Soliq to'lamayman deyishga or qilish kerak odam, deydi vazir. U bu mavzu ochilganda juda ko'p san'atkorlar savodsizligini ko'rsatib qo'yganligini ta'kidladi. 21 aprel kuni O'zbek konsert binosida Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ishtirokida ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Gazeta muxbiri ishtirok etgan yig'ilishda vazir san'atkorlarga solinishi kutilayotgan soliq mavzusi haqida gapirib o'tdi. Birinchidan, bu loyiha hali tasdiqlangani yo'q va umuman mana shu mavzu o'rtaga chiqqanda juda ko'p san'atkorlar yuzini, kimligini va savodsizligini ko'rsatib qo'ydi. Umuman soliq haqida hech qanaqa bilimga ega emasligini ko'rsatib qo'ydi. San'atkorlar to'layapti u soliqni hozir, to'lamayapti degan gap chiqib qoldi o'rtaga. Hattoki to'lamaymiz deb chiqishni boshladilar to'layotgan san'atkorlar. O'zi to'layapti, hatto o'zini to'layotganini bilmaydi, deydi vazir. Nazarbekov hozirgi mavjud soliq turi sog'lom emas ekanligini ta'kidladi. Loyiha muhokamaga sog'lom yechimni topish uchun qo'yilganligini bildirdi. Shuning uchun bu yerda soliq to'laymizmi, to'lamaymizmi degan masala muhokama bo'lmasligi kerak. Hamma soliq to'laydi. Soliq to'lamaydigan odam yo'q. Bu dunyoda unaqa odam yo'q. Aravakash ham to'laydi, hamma to'laydi. Soliq to'lamayman deyishga or qilish kerak odam. Unga qarshi kurashishga vijdon qiynalishi kerak odamda, deydi Nazarbekov. Vazir ijtimoiy va xavfsizlik bilan bog'liq xizmatlar shu soliqlar sabab amalga oshirilayotganligini eslatib o'tdi. Yo'q, kechirib qo'yasan, sen bugun tinch uxlayotganing shu soliqlar orqasidan. Bolaning maktabga borayotgani soliqlar orqasidan. Mana bu davlat sen xotirjam uxlab, biznes qilishing, sharoit qilishing, bu yerda bola chaqang tinch tarbiyalanishi uchun ishlayapti. O'sha pullar o'sha yoqqa ketyapti. Men to'lamayman deyish uchun odamda vijdon bo'lmasligi kerak. Vijdondan voz kechish kerak, deya qayd etdi Madaniyat vaziri. Miqdoridan marhamat, unda muhokama qilishingiz mumkin. Hali muhokama turibdi. Uning miqdorida ehtimol qanaqadir e'tirozlar, boshqa fikrlar o'zi hali umuman muhokamada turibdi. Buni muhokama qilishimiz mumkin, deya so'zini tugatdi Nazarbekov. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 1-sentyabrdan san'atkorlarning barcha xizmatlarini to'ylardan tortib konsertlargacha soliq ilovasida majburiy ro'yxatda o'tkazish rejalashtirilmoqda. Mazkur tartibni nazarda tutuvchi prezident qarori loyihasi Adliya vazirligi tomonidan jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilindi. Soliqlar bir xizmat, bir to'lov tamoyili asosida hatto bepul xizmat ko'rsatilganda ham undirilishi mumkin. Avvalroq xonanda Jahongir Otajonov mazkur tartib yuzasidan munosabat bildirarkan, daromad solig'i to'lashga tayyor ekanini, ammo shundan keyin O'zbek konsert xonandalarni tinch qo'yishi kerakligini aytgandi. Konsert yoki falonchi amaldorning to'yiga borib bering deyishmasin. Nega kimningdir to'yiga bepulga borishim kerak? Pulini bersin va solig'ini olsin, dedi xonanda. 2025-yilning aprel oyida Soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev O'zbekistonda 2027-yil 1-yanvardan boshlab san'atkorlarning daromadlarini deklaratsiyalash va soliq tortish tartibi kuchaytirilishi haqida ma'lum qilgandi. Ungacha ularga sanksiyalarsiz deklaratsiyalarni to'g'ri topshirish imkoniyati beriladi, deyilgan axborotda.